Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga YouTube'da hozirgi kunda millionlab prosmotr olayotgan xuddi shunday turdagi videolar, ya'ni animal train yo'nalishida videolar yasashni o'rgataman. Bunday videolarni yasash uchun hech qanaqa sun'iy intellektdan pul to'lashingiz kerak bo'lmaydi. Hammasini bepul sun'iy intellektlarda ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani bo'lmasam, boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Birinchi o'rinda do'stlar, ChatGPT ga kirib olamiz doimgidek va ikkinchidan mening Telegram kanalimga o'tib, u yerdan promptni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Har doim video chiqarganimda men xuddi shunday tarzda promptni joylashtirib qo'yaman. Bemalol kirib, ushbu videodan keyin uni ko'chirib olsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana o'sha promptimiz. Bu promptni boshidan oxirigacha to'liq ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'chirib oldik. Undan so'ng esa ChatGPT ga ushbu promptni qo'yamiz va ba'zi joylarini o'zgartiramiz. Ya'ni mana bu yerda birinchi joyga do'stlar animal name deganiga biz hayvonning nomini yozishimiz kerak. Misol uchun men filni bolasini yozmoqchi bo'lsam, xuddi shu tarzda yozaman. Undan so'ng esa mana bu ikkinchi joyga biz nechta kadrdan iborat bo'lish kerakligini yozamiz. Misol uchun men bu yerga 4 deb yozaman. 4 ta kadr o'rtacha yetarli. Agarda xohlasanglar buni 7 ta 8 ta qilib uzunroq video qilishinglar ham mumkin. Undan so'ng esa mana bu joyga do'stlar biz kanalimizni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday tarzda masalan Vigeta deb yozamiz va do'stlar tamom. Shu bilan ushbu promptni ChatGPT ga biz yuboramiz. ChatGPT bizga tayyor promptlarni yozib beradi. Xuddi biz so'raganday qilib 4 ta kadrdan iborat promptlarni ChatGPT bizga yozib berdi. Endi biz rasmlarni tayyorlab olish uchun Gemini saytiga o'tishimiz kerak. Mana Gemini saytiga kirdik. Bu yerdan Sozdat izobrajeniyani tanlaymiz. Bu yerdan esa do'stlar Pro versiyaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng ChatGPT ga qaytib, ushbu birinchi promptni biz ko'chirib olamiz. Va biz buni Gemini ga yozib, oxiridan do'stlar ikkita chiziqcha qilib, xuddi shunday tarzda 9 ga 16 deb yozamiz. Xuddi mana shunaqangi yozsanglar do'stlar, rasmni 9 ga 16 formatda Gemini tayyorlab beradi. Va biz buni yuboramiz. Mana bizni birinchi rasmimiz tayyor bo'ldi. Buni biz yuklab olamiz va xuddi shu tarzda qolgan kadrlarni ham tayyorlab olamiz. Mana ikkinchi kadrimiz ham tayyor bo'ldi. Buni ham yuklab olamiz va uchinchisini tayyorlaymiz. Bizni uchinchi kadrimiz ham tayyor bo'ldi. Endi oxirgi kadrga o'tamiz. Mana bizning 4-kadrimiz ham tayyor bo'ldi. Buni ham yuklab olamiz va video tayyorlash qismiga o'tamiz. Rasmlarimizni videoga aylantirib olish uchun biz Grok saytidan foydalanamiz. Grok saytiga kirdik, chap tarafdan ushbu bo'limga kiramiz va birinchi rasmimizni yuklaymiz. Mana yukladim. Endi esa ChatGPT ga qaytib, ushbu birinchi kadrimizni video promptini ko'chirib olamiz va buni Grok saytiga joylashtirib, video yaratishga yuboramiz. Mana birinchi kadrimiz tayyor bo'ldi. Juda ham dahshat. Va endi ikkinchi kadrimizni ham xuddi shunday tarzda tayyorlaymiz. Ikkinchi kadrimizga ham baho bering. Menimcha juda ham zo'r chiqyapti. Endi esa 3-kadrga o'tamiz. 3-kadrimiz ham tayyor. Endi esa oxirgi kadrimiz qoldi. Oxirgi kadrimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa bularni barchasini yuklab olgan bo'lsak, biz video montaj dasturiga kiramiz. Video montaj uchun men do'stlar CapCut dasturidan foydalanaman. Siz esa o'zingizga mos bo'lgan biror istalgan video montaj dasturidan foydalansangiz bo'ladi. Demak, barcha kadrlarni tashlab oldim. Endi esa men bularni birlashtiraman. Undan so'ng esa ushbu pastdagi Gemini'ning logotipi ko'rinib qolmasligi uchun shunchaki kadrni salgina kattaroq qilaman.
Biz kadrlarning orasiga birorta perexod qo'yishimiz mumkin. Buning uchun ichiga kiramiz va har biriga perexod qo'yib chiqamiz. CapCut dasturida perehodlar juda ham ko'p do'stlar. Qanaqangidir oddiyroq perexod qo'yishni men maslahat beraman. Misol uchun klassika bo'limidagi ushbu naложение perexodi, buni salgina uzunroq qilamiz yaxshi chiqishi uchun. 1,5 sekund qildim do'stlar. Xuddi shu tarzda qolganini ham 1,5 sekunddan qilib chiqamiz. Va do'stlar, bizning videomiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, video yasash juda ham oson do'stlar. Siz xuddi shunday turdagi videolarni YouTube ga joylab pul ishlasangiz bo'ladi. Lekin buning uchun sizga Amerikan YouTube kanal kerak bo'ladi. Amerikan YouTube kanal olish uchun do'stlar, bizga murojaat qiling. Biz sizlarga noldan Amerikan kanal ochib berib, unga yo'nalish tanlab, uni sozlab, dizayn qismlarini tayyorlab, nomer bilan tasdiqlab, xullas tayyor YouTube kanalni sizlarga topshiramiz. Undan tashqari esa Amerikan YouTube'ni o'rganishingiz uchun biz sizga video darsliklarni ham tashlab beramiz. Shuning uchun do'stlar, hoziroq bizga Telegram orqali murojaat qiling va bir kunda o'zingizni Amerikan YouTube kanalingizga ega bo'ling. Videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha